Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun Salom Koreya dasturimiz Anvar Javharov bilan Badullo Hoshimova bilan birgalikda navbatdagi soni. Adliya vazirligidan chiqqan qonun bo'yicha kuchli mavzu bu. Bu qonun bo'yicha universitetlardan bizga juda ham ko'p anaqa keldida, ma'lumot bunaqa qilib POMOBdan jo'natilgan universitetlarga jo'natilgan ma'lumotni bizga jo'natishdi va talabalarga tezlik bilan yetkazinglar. Nafaqat talabalar, Koreyada yurgan o'zbekistonliklarga yetkazinglar. Ya'ni hozirgi kunda ko'pchilik pedalot deyiladi, ya'ni dastavka. Mototsikl, otobay, dastavka ishi bilan shug'ullanayotgan O'zbekiston fuqarolari, talabalar juda ham ko'p shu kunlarda va Adliya vazirligi tomonidan jiddiy ogohlantirish bo'ldi bu safar. Ya'ni 9-martdan boshlab 30-aprelgacha, ya'ni 53 kun davomida juda ham kuchaytirilgan tartibda milisaxona bilan, prokuratura, hamma immigratsiyaning slujbalari bilan birgalikda tekshiruv, qattiq tekshiruv olib borilishi haqida ma'lumot chiqdi va juda ham ko'pchilik mana o'zbekistonlik talabalari xat borayotgan joylari ham bor ekan, yoki bo'lmasam ko'chalarda ushlab olib ketayotgan holatlari ham bor ekan. O'shaning uchun bizdan masala hozir juda ham jiddiy. Bu masala juda ham jiddiy. O'shaning uchun bu ish bilan umuman shug'ullanmaganliklarini so'rab qolamiz. Sababi men bitta tarafda tushuntirish berib o'tmoqchiman. Aynan bu ish mana tekpa ham bor, yo bo'lmasa mana boshqa zavodlarda ishlashlar bor. Qonunan mumkin emas, lekin talabalar ko'p holatda u yoqda ishlaydi va u yoqda ishlaganda masalan ba'zan tushib qoladi immigratsiyaga, ba'zan tushmaydi. U sababi koreyslar u sohalarda kam ishlaydi. O'shaning uchun ular shingo ham kamroq kiradi u sohalarga. Koreyaga ham kerak bo'lgan joylari bor-da. Men bu tekpalar masalalari bayramlarda ko'p anaqa bo'lib ketadi-yu. O'shaning uchun topik 4-5 dan yuqori bo'lsa qo'yib yuboradi ham immigratsiya ishlanib qolsa ham. Shtraf qilib ozgina shtraf qiladi, o'sha chiqarib olaveradi. O'zi odat topik 5 dan 4 dan boshlab zavodda ham ishlash mumkin-da, ruxsat olsangiz agar. O'shaning uchun lekin bu sohada dastavka sohasi koreys fuqarolari juda ham ko'p qismini band qila oladigan sohada bu. O'shaning uchun Koreyani fuqarolaridan juda ham ko'p zarbalar tushgan. Mana shu chet elliklar bizni ishimizni olib qo'yapti. Va yana bundan tashqari avariya holatlari ko'p bo'lyapti. Chunki shoshib ketasiz, ovqat sovib qolmasin deb juda ham shoshasiz. Bu ko'rasiz, bilasizlar otobaychilar qanday haydashini va ko'pchilikda prava yo'q. Va koreys nomidan programmaga kirib, o'sha nomidan ishlatib va har xil, ya'ni birov nomini olib ishlatish ham o'zi noqonuniy-ku. O'shaning uchun buni agar men dastavka qilishim shart deydigan bo'lsangiz, yagona yo'li F5 vizaga o'tish kerak. Yarim fuqarolarga agar F5 viza bo'ladigan bo'lsa, demak siz otobay mana shunaqa ishlarda ishlashingiz mumkin. Undan tashqari holatda student bo'lasizmi, yo boshqa nelegal bo'lasizmi, yo J vizalarda bo'lasizmi, mumkin emas. O'shaning uchun bu sohaga e'tibor beringlar. Hozir chunki mana bizga alam qiladigan tomoni, biz buni aytishimiz kerakligining sababi endi bitirmoqchi bo'lgan student bolalar bor-ku. Mana yaqinda magistr bitiraman degan, ertaga mana oilamni olib kelaman degan bolalar yoki bo'lmasam bakalavrda o'qiyotgan bolalar, 3-4-kurs bolalar shunaqa immigratsion tomonidan ushlansa yoki immigratsionni keling, biz sizni tekshiramiz degan xatlar jo'natsada borgan holatida 2 milliondan shtraf beradigan bo'lsa, ertaga bu bolalar demak viza cho'zishdan tashqari ham kelajakda Koreyada misol biror bir yarim fuqarolikkacha bormoqchi bo'lgan bolalarga katta to'siq bo'ladi. O'shaning uchun bu ishlardan voz kechishni so'rab qolamiz va noqonuniy ishlar bilan hech qachon shug'ullanmanglar. Biz doim sizlarga qilayotgan ko'rsatuvimiz sizlarga foyda bo'lsin deymiz. Hech ham qilmang, unaqa qilmang, koreyslarga ish bo'lsin, bunaqa gaplar qilmaymiz. Chunki bizga hamma bir xil, koreyaliklar ham bir xil, o'zbekistonliklar ham bir xil, hamma ishlasin, pulini olsin, pulini qilsin, zo'r yashasin. Faqat noqonuniy ishlarni qilmagin deganda tushunib, bilib, shu borib nimani olinglar, nima edi, ruxsatnomasini olinglar, ruxsatlarni olib ishlanglar. Hamma narsada ruxsat bo'lishi kerak. Koreyaning qonuni juda ham qattiq ishlaydi, bilasizlar. Shtraf qilmanglar. Men Koreyada kelganlaringizdan keyin butunli qolgisi kelmaydi. Endi qariganda balkim O'zbekistonga ketar. Lekin o'shangacha ham qonuniy, hamma joyda qonuniy yashashlaringizni xohlayman. Shu immigratsiya hozir tekshiryapti ekan, tezda ruxsat olib olinglar. Keyin otobayda o'zi eng opasniy narsa deb o'ylayman men. Juda ham meni o'zimni tog'am vafot etgan shu otobayning orqasidan O'zbekistonda eng nima deydi, o'limgacha xavfli, o'limgacha olib boradigan. Men o'zim mashina haydayman-ku, otobayda
shunaqa kesib o'tib ketadi. Keyin deyman, hayron qolaman. Nimaga qaramaydi ular? Shinodin nima deylardi? Svetoforlarga ham qarashmaydi. Men aytaman, voy deyman, bular yashagisi kelmaganlarni ishimikin shu deyman-da. O'shaning uchun aytmoqchimanki, har doim qilinglar, mayli qilaveringlar, lekin ruxsatni olib qo'yib qilinglar. Yarim fuqarosi bo'lib qilinglar, yo'q, to'rgibda olsa bular ruxsat yo'q deyish shunda ya. Yana bitta shu o'rinda maslahatda talabalar, mana biz studentlarimiz juda ham ko'p. Ishga ruxsat olish to'g'risida qonun borda. Ya'ni talaba Koreyaga kelgandan keyin D4, D2 viza ma'lum sohalarga ishlashi mumkin. Ya'ni u servisning xizmatlari, ya'ni xizmat ko'rsatish sohalarida, oshxonalarda bemalol ruxsat olib 20 soatdan 35 soatgacha ishlashi mumkin haftasiga. Qonunlari, hamma narsasi chiroyli ko'rsatilgan. Faqat qayerda ishlash mumkin emas. Yosh bolalarga dars beradigan ingliz tili darslarida ustozlik qilishi, ya'ni umuman mumkin emas. Ya'ni mana shu vizadagilarga boshqa hech qanaqa istisno holatlar yo'q. Va ikkinchisi apatlarda, qurilishlarda ishlashi mumkin emas. Konsolop deyiladi. Konsolopda ishlash mumkin emas va uchinchi kiradigani mana shu raydo, ya'ni pedalda ishlashi mumkin emas. Umuman agarki deyilgan o'sha immigratsiya qonunida yozilganki, agar mana shu yuqorida ko'rsatilgan sohada ishlaydigan bo'lsa, bittada ire chubang deyilgan qonunda. Chubang degani deportatsiya. Deportatsiya. Lekin hozir bu immigratsiyani biz ko'pchilik bilan bir gaplashganimizda hozir faqatgina men pomjikkim deyilyapti-ku, ishtirok olish bilan anaqa qilyapti xolos hozircha. Cheklanyapti. Odatda, lekin o'sha qonun bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, raydoda shug'ullangani aniqlansa, u kechirilmasdan o'sha haydalish kerak. Lekin ular o'sha 2 million ishtirok to'lab, mayli o'qigin deb ruxsat beryapti hozircha. O'shaning uchun bu sohalarga ruxsat olish faqatgina F toifadagi, ya'ni F5 vizalargagina ruxsat bo'lyapti-da o'shaning uchun. Shu sohadagi vizaga ega bo'lsangizgina, demak, shu ish bilan shug'ullanishingiz mumkin. Aks holda deyapti, hisob mana bu xizmat ko'rsatish sohalarida ishlaylar. Yoki bo'lmasam zavodga topik 4 darajadan yuqori zavodga ruxsat olib ishlaylar. Qonunda ko'rsatilgan, soatlarigacha belgilangan. O'shaning uchun shanba, yakshanba hisoblanmaydi u soatga va kanikul vaqti umuman hisoblanmaydi. Xohlagancha ishlashingiz mumkin. Lekin dars vaqti bo'ladigan bo'lsa 20 soatdan 35 soatgacha hammasi ko'rsatilgan. O'shaning uchun albatta shu sohalarga amal qilgan holatda qilsanglar, mana Koreyada bemalol ishlashlaring mumkin, o'qishlaring mumkin, hech kim qarshi bo'lmaydi. Salom Koreya dasturimiz sizlarga foyda bo'ladi faqatgina. Shuning uchun o'tkazib bormasdan Anvarning har bitta gapini eshitdi. Meni gapimni uncha eshitmasalaring ham Anvar gapini eshitdinglar. Albatta bizni kanalimiz rivoji uchun anaqa qudoq belgisini bosib qo'yinglar. Like bosinglar, kommentariy yozinglar. Keyin kommentariyalaringizga qarab sizlarga ko'rsatuvlar tayyorlaymiz. Sizlarning kommentariyalaringiz bizga kuch. Albatta, hammaga omad.